7 fevralda 14 saat 42 minutda 88 yong'in söndürüş hastane şehirinin Garbunov uramda yaşavchi kishidan ko'rshisida yong'in chiqib turida xabar kelib berishi. Xabar olinуга yong'in söndürü brigadasi kelib yetib yong'inni söndürürge kirishi. Yong'inchilar kelganda bir necha qurilma ham avtomobilni o't tillari yonib olgan bo'la. O't chiqu natijasida yurt, muncha, garaj, avtomobil yondi. Yong'inning umumiy maydoni 229 kvadrat metr tashkil etdi. Shunisida aytik, yong'in obyektlar borsida bir tugastinda albatta bu o'tning tez taraluvuna sababchi bo'la. Baxtga ko'rshi yurtlarga o't urlamay qola. Yurtda yong'in to'rindagi setuvchi joylanma bo'lsa, yong'in to'rinda ertaroq xabar olinar edi. Yong'in to'rindagi setuvchi joylanma tutun chiquvga ishlab ketdi. Yo'qtiliqli trevoga signali qabina. Joylanma to'shamga berkitili ham ozgina tutunga da ta'sir etdi. Uni kibitdan sotib olarga ham o'zingga da qo'yarga mumkin. Yong'in chiqu qo'rqinishini oldan kesatuv, uning taraluvuna yo'l qo'ymoq, yurtlarda, fatirlarda yashovchilarni kesatuv. Shulay o't qopgan binolardan kishilarni chiqaruvni vaqtida uyushtiruvda mana shunday yong'in turida kesatuv joylanmalari yordamga keladi Andrey Kirillov. O't chiqu turida xabar beruvchi jihozlar kichkinagina o't chiqu kuzatilgan ishroqda da ko'ngilga yotishsiz yong'oq to'g'ishara, avul dunyosini unutib yo'qlagan kishini uyata. Razima Kashapova, Yuliya Kazamarova, Alexander Timofeyev, Zey xabarlari.